Barchaga assalomu alaykum. Xudo xolasa ishlar tezlashib ketdi. Hamma ishlarimiz xudo xolasa sizlarga bugungi holatni ko'rsataman. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, narxlarni bilan aytib ketaman. Mana shu ko'rib turganlar birinchi videolarni ko'rgan bo'lsanglar, pol qilinyapti. Hozir patolog bitdi. Bu yerga xudo xolasa lyustrab kelamiz. Ikkita qiziqqanlar uchun, bilmaganlar uchun bu xonani uzunasiga 9 metr, eniga 350. Balandligini bilmayman, taxminan 240 yo'q, hozir. Qiziqqanlar uchun o'lchab ham ko'rsatib beraman. Menimcha 250 ga ham borsa kerak. 2,5 metrga. Bormasa bilmadim. Hozir qanday o'lchasam bo'ladi? Hozir ko'rsataman sizlarga. 246 yarim chiqdi. Mayli. Sizlarga ko'rsatolmadim, uzr. Mana ikkinchi qo'lim telefon ushlab turgan qo'lim metr o'rtasida ushlab turgancha o'lchab ko'rsatolmadim. 247 chiqdi. Patologlar hovuzlik, chekasi jigarrang, MDFdan qilingan. Eniga adashmasam 2 metrlik, uzunasiga 280. To'lig'ini bilmayman, men bilgan narsam shu bo'lsa kerak. Bilganim shu men taxminim shu. Keyin mana bu shu yerda qo'yib bo'lgandan keyin mer tepasi qoldi buni. Tepasini qilish uchun reka olib keldim, rekka qoqaman, keyin mana jigarangdan qoqib qo'yaman. Bu bor, tepasiga qoqaman. Keyin bu yerga eshigi bor, o'tgan safar aytganimdek olib keldim. Uni hali o'rnashtirganim yo'q. Patolog qolib ketgan xalaqit bermaslik uchun chiqarib qo'ydik. Akalar, o'tgan safar ko'rgan bo'lsanglar, bunchalik katta emas edi. 3 cm kesildi. Keyin kesilishdan oldin bu burchagida anglik singandi. U singan joyini olib tashlashibdi. Rahmat akfacha akalarimizga katta to'g'rilab berishdi. Uni shunchaki qo'yib o'lchab ko'rdik. Yaxshi ochilyapti. Polosiga ham qo'ysak ham bemalol ochiladigan bo'lib qoldi. Endi xudo xolasa montaj ishlarini boshlaymiz. Kerakli narsalarni olib keldim. Rozetka, ключатор, korobka. Hamma yo'g'ini olib keldim. Endi bularni sizlarga qo'yib ko'rsatib beraman.